Rahmon akam keladi. Mazasi. Sparaymi shunaqa xommi shunga o'xshagan o'ylaydi. Suxon bo'lsa kerak. Yo, isparay maqtaydi. Yo, isparay emas. Suxon bo'lsa, suxon bo'lsa. Suxon bo'lsa. Ubaydullaxon aka, assalomu alaykum. Avvalo xush kelibsiz Mahkamboyni bog'iga. Salomat, hammanglar tinchmisizlar? Yodgorbek, Jamoliddin, salomatmisizlar? Baxtiyorjon. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Juda go'zal joy, shinam. O'zlari gaplar ham, muomalalar chiroyli bejirim, joylarda ham mana shunaqangi bejirim go'zal qilib qo'yibdilar. Hammaga yoqadigan, ilgariga o'zimiz o'zbekcha mana supalarni qilib qo'yibdilar. Bugungi ajoyib ish, bir piyola choy quyib beray dedilar Mahkamjon. Bu yerda juda ko'p odamga choy quyib berganlar. Endi Mahkamjonda bir ko'ngillarida mana shunaqangi ishlar bo'lib qoladi. Mahkamjon o'zlari san'atkor bo'lganliklari uchun ko'p san'atkorlar, ustozlarni hop o'tib ketganlarda ham, dunyodan o'tib vafot topganlarda ham va hayotda turganlarda ham nafaqat san'atkor, boshqalarda ham juda go'zal munosabatda bo'lib, hurmatda qiladilar. Mana bugungi kunimizni bir piyola choy deb rahmatlik Farg'ona viloyatimizni, nafaqat viloyatimizni, O'zbekistonimizni bulbuli bo'lgan Tavakkal aka Qodirovni bugun tug'ilgan kunlari. Shu tug'ilgan kunlari munosabati bilan bir piyola choy quyib beray. O'tgan kunlarda farzandlar qilyapti. Davr shonalarda, Xo'ja Mag'izda, Marg'ilonda Xo'ja Mag'izida yod olib duo pata qilinyapti. Lekin mana shu safar shu ustozni hurmat bajo qilib, ruhlariga yetib olsin deb bizni bu birodarlarni chaqirib bir piyola choy quyib beryaptilar. Alloh taolo Mahkamboyni bundan-da ziyoda qilsin. Amin. Agarda ustoz Tavakkal aka Qodirov shu bugun hayot bo'lganlarida 99 yoshga to'lgan bo'ladilar. 99 yosh. 96-yilda, 1996-yilda juda katta harakat bo'lib 70 yilliklarni nishonlanadigan paytda o'sha 96-yilda aprel oyida o'tib qolganlar. O'sha paytda birga hamkasblari, ham ustoz doim birga uzukka ko'z qo'ygandek birga yurishadigan Jalolxon Oxunov ustoz birga o'sha yerda yurib Tavakkal aka o'tganlardan keyin joylariga qo'yilgandan keyin butunlay boshqacha bo'lib qoldilar. Xuddi sahroda yakka qolgandek yoki bir qish qahratonda yo'lda yakka qolgandek juda o'tganlarga endi Tavakkal akani asflar qilib boshqacha odam bo'ldilar va shu orada aprel oyining 19-da bir hamsafar bo'lib qoldik, hajga ketdik. Xuni ustoz ham borlar, birga biz chaqiramiz. Hatto shunaqangi nimalarga ham bir piyola choy alohida o'tiramiz. Kelmadilar, rahmat dedilar. O'tirgan deyman dedilar. Ustozni Tavakkal akani o'shalarda ham eslab gapirib yurdilar. Qarangki, haj amallarni bajarib kelgandan keyin 2 kundan keyin o'sha o'zlari ham o'tib qoldilar. 96-yilda
shu aprel oyida ustoz Tavakkal aka Qodirov o'tgan bo'lsalar, hop 15-mayda kelingan edi. 15-may bo'lsa 26 kun haj amallarni bajarib kelganlardan keyin shu 17-may kunlari taxminan javohxonaga o'tib qolgandilar. Lekin duo patadi. Mana shu 96-yil bo'ladigan bo'lsa, bugunni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, salkam 30 yil, 29 yil bo'libdi-da mana hozir. Endi shu kunga Xudo taolo o'tgan gal ko'rishganimizda gaplashuvdik. Ham birodarlarga bir piyola choy, ham shu ustozni ruhlariga yetib borsin deb Mahkamjon chiroyli mana dasturxon yozdilar. Alloh qabuldorgoh qilsin. O'qigan ishlarini ziyoda qilib Alloh taolo ko'p yaxshiliklar bilan qaytarsin. Xudoyim mana shu yerga poy qadam qilib kelganlarni, qilgan da'vo-fatahalarni, o'tganlarga qilgan, hayotda turganlarga qilgan barcha duo iltijolarni qabuldorgoh qilsin. Mana o'zi videoga olayotgan birodarimiz Bahodirjon Sharxondan, mana Baxtiyorjon Toshloqdan, men Marlondan, nima Jamoliddin Toshkentdan kelib, qarang, hamma birlashtirib Yodgorbek Akbaroboddan, Zarkindan keldi. Xullas, o'tgan ustozlarni hammalarini Alloh taolo rahmat qilsin. Shularda qatorida Tavakkal aka Qodirovni, ham ustoz Jalolxon aka Oxunovni, ularda qatorida ularda birga ishlab o'tgan, biz Farg'ona, boshqa muzofatdagi Andijon, Namangan, Toshkent, boshqa o'shalarda qatorida o'tib ketgan barcha zamondosh marhuma san'atkorlarga Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Xudo ziyoda qilsin. Mahkamjonni bundan da dasturxon to'kin bo'lsin. Xudo taolo ziyoda qilsin. Do'stlarim davrasi kengayib, ko'rinishlari juda yoshamol, doimo mana shunday yosharib, qadrdonlar bilan birga gurunglashib, bir piyola choyni ustida xursandchilikda yurishlarida bardavom bo'lishlarini biz tilakdoshmiz. Salomat bo'linglar. Mahkamboy. Ba bilan nimada ko'rishdik? Vaqt o'tgan sari tanimay qolgan Yodgor berdim. Nimada? Oltarida. Oltar. Kimdir keluvdi, ko'zoynagi qolib ketgan. Tasini ko'zoynagi qolib ketib jo'nat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xo'jagan hamma gaplarga qo'shilamiz. Ustozlarga Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Mahkamboyga omad bersin, ukamiz, birodarimiz. Mana biroz ko'ngillarga to'g'ri kelgan ekanmiz. Kelinglar, o'rtamizga kelib o'tiribmiz. Alloh umringizga baraka bersin. Dasturxonlari bundan go'zal, mehmonlari ko'p bo'lsin iloyim. O'tganlarimiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hojaga Tavakkal tog'am rahmatli edi. Jalolxon aka rahmatli edi, gapirdilar. Nurda akami gapirdilar. Jamiki O'zbekiston bo'ylab ne ustozlar, ne ustozodalar bo'lsa, hammalarini gapirib o'tdilar. Hammalarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlarimizga tinchlik, omonlik nasib qilsin. Nor bo'ling. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Yani uy nima alg'odal Iman akamga hamini dedi ekan mahalla. Keyin avvalin debdi, keyin to'likka borib yozilib qo'l-qo'lini yuvib, xat yatib, keyin kelib oltagacha nima uyga qaramay qo'ydi, ko'chama-ko'cha. Ko'chama-ko'cha yuraveradilar. Bo'ldi, xola aytib qo'yaman. Keyin ichkariga kirib, san debdi, birovga gap bermaysan debdi, ko'chada oltagachilik qilasan debdi. Tualetingni aptini qaradi, rosa 20 ta odam ichida xijolat qildi. Keyin ular ketishdi.
nanga qolaveradi. 2 gektar, 4 gektarda endi pusto yer 2 gektar. Pichat-michatlari bor. Bitta ko'rsatib drenaj oldi 10 metr drenaj. Latoydan ham suv ham keladi, keyin drenaj ham kelib, mashinchalar. Latoyga quyiladi 10 metr. Shu eshigi mashinangiz oldiga turibdi, drenajni yer. Assalomu alaykum. Hozir bir shunaqa bir ajoyib inson to'g'risida gapirishlikka to'g'ri kelib qoldi. Endi Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Nurdin akam Haydarovni biz shogirdlari, bir ukalaridek gapirdikda. Bu Nurdin akamni hamma qo'shig'ini, hamma qilgan mehnatini bitta taroziga qo'yardikda, odobini bitta taroziga qo'ysangiz, odobi hamma narsasini bosib ketardi. Bu odam mana O'zbekiston xalq artisti bo'ldi, ichki ishlar polkovniki bo'ldi. O'zbek xalqiga beminnat bir xizmat qilgan ulug' san'atkorlarning qatorida Nurdin akam Haydarov bo'lardi. Nurdin akam Haydarov kichik ko'ngilligidan o'sha to'yga aytsak, Nurdin aka to'y qilyapman, o'g'il to'y qilyapman, yo ukamni uylayapmiz, yo mana shunaqa edi, Nurdin aka kelib beralasizmi? Siz vaqti bo'lsa bir kun oldin kelardi-da. Yana to'yini ham kelardi. Men bir narsaga bir umidvor bo'lgan san'atkor emasda. Bir Xudoga yaqin san'atkor bo'lgan Nurdin akam rahmatli kirgan to'yda hali pul qistirishlar deymiz, o'zidan o'zi hamma yo'qqa hozirga Muxlislar maza qilganda o'sha hozir hali 2000 dollarga boraman, 5000 dollarga boraman, 500 dollar ham o'tib bermayman deydigan san'atkorlar bor-ku. Nurdin akam vaholanki 5 so'm olmasdan odamni hurmat qilib kelardi. Hali undan ziyoda tushardi. O'zbekona qilayotganda qoplab pul olib chiqib ketardi. Shuning uchun boshqa haligi san'atkorlardan farqi ham shunday edi. Lekin qo'li ostidagilarga, shogirdlarga mana o'tib ketayotgan bo'lsa Toshloqdan, biz endi Toshloqlik bo'lganimiz uchun mabodo ko'chada ko'rib qolsa, yur o'tir. Ya o'tir. Kiyimni ham qo'yib ketdik. Borib to'yga borsak, o'zi 14 ta 15 ta sostav bo'ladigan bo'lsa, ashlarni ichidan orttiribmi, boshqa qilib mahkam bo'lsani pulni olib qo'yasan. Nurdin aka nima qilyapti? Yo'q. Bu sana rizqingni Xudo o'zi bergan. Bu anaqa emas, shu mana shu rizq saniki olasan deb shunaqa bir kamtarona ijodlari, o'zini kamtarligi bilan xalq ichida o'sha Nuriddinjon degan o'vrikka, martabaga erishgan. Shuning uchun biz Nurdin akam bir shogirdi ukasi sifatida bunaqa san'atkor 100 yilda bir keladi deydi, xuddi o'shaqa san'atkorlardan bittasi ustozimiz Nurdin akam Haydarov. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bizni eshitganlar ham Allohning bir yuksak mukofotlarga loyiq bo'lsin. O'tganlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hammalaringga rahmat. Sizga ham rahmat eslaganingizga. Salomat bo'ling aka. Unchalik anaqa bo'lmasa ham shu endi Ya go'zal, chiroyli, haqiqiy. Berdilar hoji aka, siz ham o'zingiz bir xotiralaringizdan, Nurdin akamdan, o'sha xotiralardan bir narsa deng aka. Endi xotira ham zo'r narsa-da aka, xotiralab turish kerak. Albatta, biz endi Nuriddin bilan oramizda yosh farqimiz ko'p bo'lmagan, 3 yosh bo'lgan. Hop. Shuning uchun deyarli tengqur hisobida armiyadan kelsak, hop.
Nuriddin rahmatli shu Miyamin akam Qirg'izibga shogird bo'lib yurib, orada bularda o'sha guruhlarda, sostavlarida ashilla aytib yurgan ekan. Bexos shu ovozi xalqqa ma'qul bo'lib, tanilib qoldi. Picha vaqtlar o'tgandan keyin Miyamin akam sharoit qilib oqpata berdilar alohida o'zini. Sostavi bo'ldi. O'zini sostav bilan yuradigan bo'ldi. Shu biz yaqin aka-uka bo'lib yurganimizga bizga ham Nuriddin akani aytib bersangiz. Yo Miyamin akani muxlislari Miyamin akani. Xo'p. Shularda qaysi goho birga bo'lishadi, alohida sostav bo'lsa. Nuriddin oldin borib yurib, telefonlar u paytda tanqis, har safar boraverish. Mana işte shu ham yo bo'ladi, yo bo'lmaydi, yo uxlayotgan bo'ladi. Uning ichida telefonda yo'qligi, yaxshiligi shuki, Nuriddinning rahmatli ota-onalari bilan tanishdik. Otaxon kam gapirdilar, Nuriddinning padar buzrukvorlari, lekin onaxon dam olayotgan bo'lsa, Nuriddin Ali dam olyaptilar. Hozir o'g'ataman. Nuriddin Ali tur Marlolli akang keldi deb ovozlari eshitilib turardi. Böyle chaqilib to'yda aytib keladi. Keyin xat-pat yozib beradigan bo'ldik. Xullas qisqasi, keyin biz Farg'onada o'qishlardan keyin Toshkentga ketdik. Toshkentda o'qib yurganimizda bitta narsani birinchi borilishini guvohi bo'lganman. Aytay, ben Marlollik o'sha Anvarjon aka Mamajonov Zarb laqabini olgan doirada shu yerda jaranglatib eng zo'r doirachi bo'lgan. Shu bilan qadrdonmiz va jurnalist Bahomajon aka Obidov bilan Bahomajon aka Obidov o'sha paytda O'zbekiston televideniyasida yoshlik o'sha studiyasida ishlaydilar. Birga uchalamiz ketdik. 3 kishiki, men, Anvarjon aka Mamajonov, Nuriddin va rahmatli Muhammadjon Xoliqov, Misha deyishadi. Bu doira. Borishdan maqsad Muhammadjon aka Obidov Toshkentda Sverdlov konsert zalida katta san'atkorlar konsert berishyapti. Shuni ichida bir ikkita qo'shiq aytishga ruxsat olgan Ahmadjon aka Nuriddin uchun alohida. To'g'ri Sverdlov konsert zaliga bordik. Borsak, odam ko'p, anshlag. Iskandar Quvondiqovlar adashmayotgan bo'lsam, Iskandarda otlar o'sha qora O'zbekiston xalq artisti. Jumaniyoz Jabbor ekan, Baxtiyor Xoltoyev degan esimga kelgandan tepatda juda ko'pchilik. Bu endi 79-yilda o'sha kuzga yaqin paytlari. Nuriddin o'shanda 22 yasharli yigit. Biz endi 25 ga kirganmiz. Xullas navbat berildi. Nuriddin ikkita aytdi, boshqasiga navbat berildi, zal endi larzaga keldi. Boshqaga navbat yo'q. Bitta aytdi, ko'pish. Xullas 6 ta aytdi. Nuriddindan ter chiqyapti, biz birinchi qatorlarda o'tiribmiz. Xijolatdan. Unaqangi Nuriddinni xalq ali katta konsert zallarida menimcha qayta qo'yib taklif qilinishi birinchi marta, chunki markaz Toshkent Sverdlov konsert zali, u gap konsert zalidan ham tashqari, u atdagi navbat berilayotgan ustozlar, buyuk ustozlar, ulug' ustozlar. Ularda oldida beadab qilib qo'ymay, beadabchilik qilib qo'ymay deb Nuriddinda xijolat bo'lgan edi. Ular chiqishdi, yarimiga yetkazmay tomoshabinlar tushirib yuborishdi. Shuni guvohi bo'ldik. Endi hatto o'sha joyda Sverdlov konsert zalida yoshlar ham tushirish vardı hoji aka, yarimiga yetmasdan. Kim tushirish vardı?
tushirishyordi ya. Baxtiyor Xoltoyevni tushirib olishdi. Keyin nima chiqdilar? Quvondiq qilib chiqdilar. U kishiga ham javob bo'ldi. Ular zo'r, men ularni hech kamsitmagan holda gapiryapman. Tushirishga ular tushing deb aytishmadi. U ustozlar shunaqaki, zar endi qarshi solib nimani urib polni tepib turishsa, ular majbur Quvondiqlar tushib ketdi ustoz. Nima dedilar? Mayli boshlarga yo'l beraydilar. Keyin Nuriddin chiqib haqiqiy o'zbekona, marloncha, vodiycha qilib biz bu ustozlardan o'rganishimiz kerak edi. Bizga juda noqulay bo'ldi, ustoz. Bizni ma'zur tutasizlar, kechiringlar. Haqiqatda bizni ham dilimizda shu gap turibdi o'sha ustozlarga nisbatan. Sabab Nuriddin o'sha ashullalari bilan 5-6 aytgan ashulasi bilan tanildi o'sha. O'zida tanildi. Keyin televideniyega chiqildi, konsertlar tugadi, hammasi bo'lib, Nuriddin tanilib shu bilan birinchi tetapoya qadam shundan boshlab Nuriddin Toshkentda bo'lib ketdi. Toshkentda ijod qiladigan. Bularda hammasini ko'rdik. Sabab o'zim ham o'shda o'qiyman. O'qishni bitirib keldik, to'ylar qildik. To'ylarda endi vaqt bo'lib aytolmadik. Toshkentdan Nuriddin Rahmatli esimda chiqmaydi, sostavi bilan to'ydan bir kun oldin kelib, aka ertaga o'zimiz xizmat qilamiz dedik. Va alonchi akalar ekan, boshqa ekan, biz bugun xizmat qilsak maylimi deb, meni boshim osmonga yetib, o'zimga juda noqulay bo'lib, shu sovzashni shom paytida boshlangan bo'lsa, kechasi soat 3 gacha bazm bo'ldi. Hamma to'y qatnashchilar, u paytda sovzashchilar to'yda singari bo'lardi, hamma o'sha xizmatlar. Endi kamtarligi ulug' odamlar, haqiqiy mutaxassis, o'zini kasbiga mutaxassislar kamtar bo'lishadi. Men yoshimiz juda ulug' bo'lmasa ham ancha yoshga borib qoldik. Xoh texnika sohasida bo'lsin, xoh haqiqiy mutaxassislar juda bir kamtar bo'lishadi. Mayli qahramonimiz Oqil aka Sharobiddin Rahmatli bir gaplarni eslayman. Shu marhamatdan bir yigit chiqibdi, Muhammad Yusuf shoir nazarda tutib aytdi. Qarang, gaplari oddiy, o'zimizda gaplashib o'tiradigan gaplarga o'xshaydi. Lekin bunday she'rni o'qisangiz, terim marjon qilib qo'yibdi-ya. Oddiy sodda so'zlardan. Nuriddin ham o'zini o'sha soddaligi, chiroyli muomalasi bilan asosan o'sha ko'ngli ochiq, bag'ri kengligi bilan xalq ichida qoldi. Xalqning nazarida, xotirasida qoldi. Qo'li ham ochiq edi, ko'ngli ham ochiq edi, bag'ri ham keng edi. Hech bir narsaga talashib, birov bilan nizolashganni yo og'zidan bir nojo'ya gap chiqqanini eshitmaganman. Endi yana bir o'rni kelsa aytish mumkin bo'lsa, Nuriddin Rahmatli Amerika safariga ketib qoldi. Amerika safariga ketib qolganlardan keyin Rahmatli shuni volidai sharifalari onaxon dunyodan o'tib qoldilar. Eshitdik, juda ko'p odam borgan. Sherali aka Jo'rayevlar Rahmatli o'sha yerda, boshqa bizning Marg'ilonimizda Sobirjon Hojdada degan juda taniqli vodiy O'zbekiston taniqli ilmli odam bor. 4 kishini masjid a'zolari bilan birga olib bordik. O'sha yerda qarangki, o'sha Toshkentga borgandan keyin Sherali akaga shogird bo'lgan bo'lsalar, Sherali aka ham xuddi o'sha yerda kamtarlik qilib, har bitta kelgan odamni Nuriddinning yo'qligini bildirmay, o'zlari yugurib chiqib, o'zlari kuzatib, so'rashayotganda haqiqiy bunday pastroq bo'lib ulardan boshlarini egib, mashina qilib so'rashganlari yoki quchoqlab so'rashganlari meni esimda. O'sha dafn bo'ldi, hammasi o'tdi. O'tgandan keyin uch vaqtdan keyin Nuriddin keldilar. Endi dafnga ham Nuriddin tanilib ketgan odam juda ko'p odam bo'ldi. Bitta farzand
o'g'il farzand o'stirgan bo'lsalar, bitta emas, 10 ta o'stirgandan ziyoda odam, xalq to'plangan o'shanda. Shuning uchun hadis shariflarda aytilgan o'tganlaringizni yaxshi tomonlarini, albatta yomon tomonlarini hozir biz eslamaymiz ham. Rahmatli Nuriddin faqat chiroyli holatlarda bildik. Shu kamtarliklariga mana O'zbekiston qanaqa unvon bo'lsa oldilar. Lekin bitta narsani ta'kidlab qo'yib, bu o'zimiz ichimizdan tashqari boshqa joylarda televideniyada yoki ommaviy axborot vositalarida doim Sheraka albatta hammaga ustozlar, Sherakani shogirdi, to'ppa-to'g'ri Sherakani shogird. Lekin birinchi ustozlari shu Toshloqlik Farg'ona pedagogika institutining muzika o'sha fakultetida ishlagan fan kandidati Imyamin aka Qirg'iz bo'ladilar. Qo'llariga sol berib, kamshillarni to'g'rilab, billa sastavda olib, ashilla ayttirib yurgan shu Imyamin aka. Men bular bir-biridan kam ortiq qo'ymoqchi emasman. Undan keyin u kamchiliklarni to'g'rilagan shirakalar u katta dargohlarda bulardan Nuriddin o'rgandilar. Hammasi chiroyli bo'ldi. Sherakada o'sha xalq artisti bo'lsa bu kishiga ham berildi mana. Bu degani Nuriddin ustozlarni ham nazardan o'tdi. Ustozlar duosini oldi, ota-onaning duosini oldi, xalqni nazariga tushdi. San'atkor olishi lozim bo'lgan qanaqa unvonlar bo'lsa, Xudo taolo bu kishiga nasib qildi. Endi bu dunyodan salomat umr qisqa ekan. Hech qanaqa do'stlarga malol keladigan ish qilmaydi. Oxirat dunyosiga rihlat qilib o'tib ketdilar. Mana biz xotirlab o'tiribmiz. Xudo taolo Nuriddinni va u kishidan oldin o'tgan barcha ulug' ustoz, yoshmi, qag'rimi ketgan barcha marhum ustozlarni Xudo rahmatiga olsin. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qilsin. Xudo taolo bularning orqasidan farzandu arjumandlarini iymonda, islomda, taqvoda qilib, Allohni rozi qiladigan amallar qilishliklarida Xudo taolo uzun nusrat bersin, yordamchi bo'lsin va hammamizni ham Alloh taolo roh rost yo'lidan adashtirmasin. Bizlarni barcha bizdan o'g'il qizlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana dasturxonda yozib o'tirdilar. Bu gaplar haqda edi. Lekin mana shu dasturxon tushida gaplashib o'tirib, bir xotirlab shu gaplar yuragimizdan vulqondek mahkam bo'ydan bizdan chiqsa, chunki bu haqiqiy bor gaplarida o'zimiz esimizga kelganini aytdik, hali esimizga kelmagani qancha xotiralar bor. Shuning uchun Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Chiroyli dasturxon yozgan mahkam bo'yda ham o'ylab turgan xayr niyatlarni ziyoda qilib bersin. Bitta narsani eshitdik. Otabek, men Ubaydulla Alixonovman. Salomat bo'ling. Mana ertadan Mahkambo'y ukamiz siz bilan birga ekanlar. Ishonchli sastavda, ishonchli qo'llarda, ishonchli o'sha quchoqlarda ekanlar. Bu kishi chiroyli zo'r ish bo'pti. Otabek, siz mard, zo'r, vodiyga yarashgan mana yaqinda ashillangiz yil qo'shig'i bo'ldi. Shu bilan ham tabriklayman. Men uni oldin eshitib yurdim, chiroyli qo'shiq bo'pti desam, yana hayotga qayta kelsam, seni sevardim degan ashullalari hid bo'lib birinchi o'rinda oldilar. Alloh omadingiz bersin, siz ham mahkam bo'yding, hammamiz. Alloh Xush kelibsizlar hammanglar, salomat bo'linglar ilohim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا والوالدين الفيران يا فيران نشبندي والأساتذين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات Yaratgan Xoliqimiz, ojizona holimizda qilingan shu kalomingni bizlardan husn qabul bilan qabul dargoh qilishga intiladik. Hosil bo'lgan savoblarni ziyoda qil do'stimiz, habibimiz on Hazrat Janobi payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam ruhi muboraklari muqaddaslariga va uzoq shartlar sahobalari afv aytlagan shahoyorlarni azvoj muttaharat onalarimiz ruhi zaminda avvaldan o'tgan barcha payg'ambar alayhissalomlarni xususan pir ustoz buzrugvorlar mushtahid ikromlar ustoz shariat piron tariqatlar piron nashbandlar piron nashmarchi marhum birodarlar xususan bu qo'l ochib turganlarimizdan umidvor ota avlod onalar jadjadodlarni xususan bu yerda nomlarini zikr qildik ulug' ustozlarni va nomlari zikr qilinmagan avvarlarimizda bu vodiyda O'zbekistonimizda avvaldan barcha xalqqa chiroyli xizmat qilib o'tgan barcha pir ustoz san'atkorlarni barcha marhum-marhumalarni ruh poklarga xususan atrofimda guzashtirgan o'tgan do'stlaring valiyulloh avliyulloh va ularning ostonalarida iymon bilan o'tgan umidvor kalimaga duoga muhtoj qildigan ruh poklarga ulug' tuhfalar qilib yetkazgin qilingan ihsonlardan qilgan kalom
hosil bo'lgan savoblar barakotdan barchalarini g'ariq rahmat shoista jannat bo'lganlar qatoridan joy qilishligin bizlarga ularga ofiyat doning karam qilib bergin. Hayotda turganlarimizga bu Mahkamjon dasturxon soldilar. Qabuldargoh qilib Mahkamjon xonadon bizlarni xon barchalarimizga xonadonlarimizga tinchlik, omonlik, xotirjam, tan sihatli, g'oybiy barakot, fayzli, xayr oxirat, ofiyat doning karam qilib bergin. Yurtimizga tinchlik, omonlik bergin. To'kin dasturxonlar barcha. Yo Rab, o'zing rozi qiladigan amallar qilishligimizda o'zing nusrat ato et. Allohumma ahsin aqibatana fil umri kullihi va lajna min khizyid dunya azabil axirah. Bu bizga dasturxonga xizmat qilib obutamilar tayyorlagan akalarimizga, birodarlarimizga o'zing xonadonlarini ziyoda qilib o'ylagan xayr niyatlarini shar'iysini ziyoda qilib ijobat qilgin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana fil oxirati hasana qina azabannar. Barakallah, rahmat. Hammanglar salomat bo'linglar, xush kelibsizlar. alloh rozi bo'lsin. Tinch bo'lsizlar. Mahkamjon sog' bo'ling. bo'ldik. Maza qildik. Xudo ziyoda qilsin. alloh ziyoda Batta olib, ana sizlarga meros qilib tashlab ketgan fadarimiz buvoriz, voliday sharifalaringizni Alloh rahmat qilsin. Qabrlarni o'zini kalomini nuriga to'ldirsin. Ruhlarni masrur qilsin. Bilmay qilgan xato nuqsonotlarni, sag'ira kabira gunohlar bo'lsa ularni afv qilsin. Har qachon dasturxon solinganda, bu joylarda o'tirilganda inshaalloh yo Rob, bittagi duobaton qilingan ehsonlarda dasturxondagi obi taomlarni barchasini savoblardan ularga har kunda, har tunda lutf va lafini yetkazishni tiladik. Allohumma salli ala rahmat. Salomat bo'ling. Rozi bo'ling, duolar. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling sizlar aka. Xizmatlar qildingiz. Tez bo'lsinlar. Hozir turamiz deyapsizlarmi?